O'zbekistonda hafta boshida 44 daraja havo isiydi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 23-iyun dushanba kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi esa 38-40 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25, kunduzi esa 32-37 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi esa 37-42 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi esa 35-40 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28, kunduzi esa 39-44 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat ayrim joylarda kechasi va ertalab momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25, kunduzi esa 35-40 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20, kunduzi esa 28-33 daraja iliq bo'ladi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.